Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. Bugundan boshlab poytaxtimiz Toshkentda suv vaqtincha 5 kunga o'chiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zingizni aldamang, tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, 30% lik chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Diqqat qiling, 27 apreldan 1 maygacha Toshkent shahrida issiq suv ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Cheklovlar qozonxonalarda olib borilayotgan rejali ishlar bilan bog'liq bo'lib, 5 kun davom etadi. Suv uzilishlari quyidagi hududlarni qamrab oladi: Yashnobod, Yakkasaroy, Mirobod, Chilonzor, Shayxontohur hamda Sergelining ayrim qismlari, deyiladi xabarda.